Davay O'zbekiston birlashish vaqti keldi. O'zbek Sila. Assalomu alaykum. Sizlar bilan Arabic Web. Do'stlar, bugun men Instagram, YouTube, Telegram, TikTok kuzatib o'tirib bir narsaga ko'zim tushdi. Butun dunyo O'zbekiston auditoriyasini ko'rib, nima desa bo'ladi? Qo'pol qilib aytganda xuyet qilyapti. Do'stlar, qani ko'ramiz. Men ham oddiy endi chiqqan oddiy shunchaki insonman. Meni oddiy insondan shunaqa katta YouTuberga ko'taradigan ham o'zbeklar, shunchalik pastga tushiradigan ham o'zbeklar. Qani do'stlar, qani bitta harakat qilaylik, hammamiz bitta jamlashaylik, borini tepaga olib chiqaylik. Men ham hamma uchun poddeshkadaman. Inshaalloh hammasi yaxshi bo'lib ketgandan keyin har xil konkurslar va hamma obunachilarim uchun eng kamida 320 bitta erpidan sovg'a qilishga va'da beraman. Bittadan erpi hamma obunachilarimga. Faqat hozirgi kunda meni tepaga olib chiqadiganlar albatta bular sizlar. Hamma go, hech yo'q bittadan kommentariy, hech yo'q просто bitta подписка. Davay O'zbekiston birlashish vaqti keldi. O'zbek Sila.